Saidaz aka, nos chekish fibroz yoki serozga olib kelishi mumkinmi? Nos bu og'iz orqali qabul qilinadigan nikotin hisoblanadi. Undan tashqari unda demak boshqa qo'shimcha moddalar bor. Asosan ishqoriy muhitga ega. Shuning uchun birinchi navbatda u og'iz bo'shlig'ida yallig'lanishlik jarayonlarga, yara holatlariga va oxir oqibat tilda, og'iz shilliq qavatida, tanglayda rak keltirib chiqarishi mumkin. Nos chekadiganlar nos chekmaganlarga nisbatan 10-15% ga demak og'iz bo'shlig'i rakiga uchrash ehtimoli yuqori. Bundan tashqari oshqozon, qizilo'ngach a'zolarida yallig'lanishlik jarayonlariga, ularning ishini buzilishiga olib keladi. Shu jumladan nos tomirlar orqali, qon orqali, so'lak orqali umumiy qon aylanish tizimiga tushadi va jigarga boradi. Jigar ishini buzishi mumkin. Ya'ni jigarni detoks funksiyasini, qonni zararsizlantirish funksiyasini buzishi mumkin. Ayniqsa bu jigarida muammosi bor insonlarda kuchli namoyon bo'ladi. Shu jumladan jigari yog' bosgan, steatogepatiti bor bemorlarda ularni kasalligini kechishini yomonlashtirishi mumkin. Ko'pchilik biladi. Undan tashqari yurak qon tomir kasalliklari asab tizimiga nosi, undan tashqari o'sha nos tarkibidagi asosiy ta'sir qiluvchi modda nikotinni yomon salbiy ta'siri ko'p. Shuning uchun maslahat berardim. Sog'liqni asrash kerak va iloji bo'lsa nos chekmaslik kerak.